O'sha ko'pchilik so'ragan mishutka shirinligini retsepti. Hayit pop shirinlik bir hafta tursa ham yomon bo'lib qolmaydi. Videoni saqlab olib, menga obuna bo'lib turing. Quruq idishimizga 8 ta o'rdak tuxumini oqini sarig'idan ajratib olamiz. Tuxum oqini muzlatgichga qo'yib turib, sarig'iga chimdim tuz va razrig'itel yaxshilab aralashtiramiz. Xona haroratida erigan sariyog'ga un solib, yaxshilab kuroshka holiga keltirib olamiz. Tuxum sarig'ini solamiz va xamirini qoramiz. Ortiqcha narsa solmaymiz, yaxshilab mushlasanglar xamir holiga keladi. Shunaqa plastilinga o'xshagan xamir bo'lgandan keyin ikkiga bo'lib morosilkaga qo'yib qo'yamiz. Tuxum oqiga chimdim tuz solamiz, oppoq penka bo'lguncha ko'pirtiramiz. Keyin ozozdan shakar solib, shakarlari eriguncha yaxshilab ko'pirtiramiz. Shunaqa qattiq massa bo'lgandan keyin bir chetga olib turamiz. Morosilkadan xamirni olib, qirg'ichdan chiqarib olamiz. Tekis va chiroyli bo'lishi uchun qolipni tekislab oldim. Videoda ko'rsatilgandek tuxum oqini solamiz, gretskiy yong'oq sepib, duxovkaga jo'natamiz. Pishib chiqquncha orada reklama qo'yib ketaman. Agar juda ham dangasa qiz yoki dangasa kelin bo'lsangiz, Cleaning tozalash xizmatini tavsiya qilaman. Generalniy ubорка, polfabrikat, patolog va devorlarni ham bemalol yuvishadi. Hayit munosabati bilan skidka narxlarga ulgurib qoling. Ekranda ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qilsangiz to'liq ma'lumot berishadi. Men ham uyimga chaqirib, o'zimga o'zim dam berdim. Tan olinglar, har kunlik bir xil ishlardan zerikasizlar, to'g'rimi? Xodimlari muomalali, ishlari ham juda toza. Eng asosiysi ishonchli. Siz bo'g'irsoq chakchaki qilib bo'lguningizcha uylaringiz ham toza bo'lib qoladi. Endi shirinlikka qaytamiz. Ko'rlar ham pishib chiqdi, krem tayyorlab olamiz. Xona haroratida erigan sifatli sariyog'ni yaxshilab mikser qilamiz. Oq va qora zgushonka yaxshilab aralashtiramiz. Shunaqa suyuq romasi bo'lgandan keyin ko'jlarni kremlab olamiz. Ustma-ust qo'yayotganda ehtiyotkor bo'linglar. Juda ham mayin bo'lgani uchun sinib ketishi mumkin. Ustini xohishga ko'ra mevalar bilan bezatsangiz bo'ladi. Hozirgi issiq mavsumga mos, tezda yomon bo'lib qolmaydigan, og'izda eriydigan mazali shirinlik. Hayit dasturxoningizga ko'rki bo'lishi aniq. Retsept mendan, repost bilan like, sizdan obuna bo'lib qo'ying.